2025-yildagi eng qimmatli nutuq, eng qimmatli ziyorat Navalning ziyorat nutug'ida zot nim dedi. Bu 3 soatlik ziyorat nutug'ida Naval nimalarni o'tirib qo'ydi? O'zining pul tepish, mablag' silish, pul orqali pul tepishdagi qanday sirlarni o'rtoqlashdi. Balki men bu suhbat nutug'ining danqini anglaganlar nurg'un bo'lishi mumkin. Hamda bu yerda Naval Hindistonlik bir nomratlar mahallasidan kelib chiqqan, hozirgi Amerikadagi eng katta kriminalchilik turadigan, eng katta mablag' sog'uvchi boy zardarlarning birisi. Naval Baudiyanlik Naval g'azinasi degan kitob to'g'risida anglagan bo'g'aytinglar. Bu ziyorat nutqi balla haqiqatan baknochi tavsiya qilishga arziydigan har qanday birsimiz to'liq ko'rib bir tushunishga arziydigan bir ziyorat nutqi. Bo'lsa mumkin bo'lsa, mana ziyorat nutqining asl nusxasini ham bu aslisi ham 3 soat atrofidagi bir ziyorat nutqi, mana aslisini tepib anglab beqinglar. Aslisini ham tili ingliz tilida, ostida ham davlat tilida tarjimasi bor. Hamda lekin buningda hamda ziyorat nutqi o'g'ashqa bir tabiiy so'zlashgimi, gap so'zlari bir qadar tez. Qarab man nimda batırıyor degicha. Onun ustiga bu ziyorat nutqining salmig'ini yuqori. Hisob hech qanday bir quruq gap yo'q. Har bir gap so'zi bu Navalning biz chunqur muloyiza qilishga, anglab o'rganib olishga, as tutishga arziydigan ajoyib bir qaltis gaplar chiqqan-ku. Shunga hamda mandal bir qarab bir anglamoqni, tushunmoqni tez. Ba'zilar hamda bash aslisini anglab toz huzur ololmagan bo'lishinglar, bir narsalarni his qilolmay qolgan bo'lishinglar mumkin. Shunga hamda men bu yerga bash Navalning ziyorat nutqininki eng yadrolik mazmuni, eng muhim markaziy ideyalarni yig'inchoqlab, o'zimizning amaliy turmushga bog'lab turib, bir tarjima yashmi film keldim. Hamda mening shu tarjima qilib yashmi so'zlab berganim 45 minut atrofida bu xil uzun adi kitob darsxonasiga kirib qo'ydim. Hamda mushni anglagandan keyin jamiyatdagi nurg'un eliqi to'rdagi aktiv shuar to'g'laydigan, pul tepish to'g'risida, muvaffaqiyatshunaslik to'g'risida so'zlaydiganlarning nurg'unlarning amaliyotda mana shu Naval g'azinasi yoki Navalning ziyoratidan elingan ma'lum bir gaplarni so'zlab berganligini, so'zlagandimi yuzaki so'zlaganligini, amaliy mohiyatini bizga bildirganligini his qila olasizlar. Ham uning ustiga biz necha vaqtdan izchil anglab kelgan bir qism muhim ko'z qarash ideyalarning endi vaqti o'tgan yoki Navalning ko'z qarashi bo'yicha texnik bir balda yuqori ko'tarilgan, isloh qilinganligini bilalayotganmiz. Shunga hamda mushuning qiziqilgan bir ideyaning bir ilg'ariq bo'lsin, kallam bir yurib ketsin. Eng yangi ideyalarni, eng yangi ko'z qarashlarni men bir anglab baqay. Baş Naval maşı Hindistondagi ko'l namrat mahallasidan chiqqan adam hozir kriminalist katta boyobdi bu zodi nimdaydi, nimik tayinib mashtavoldi degan bir baqay degan do'stlar, qadi kitob darsxonasiga kirib, mana shu Navalning 2025-yillik suhbat nutug'ini chuqur bir ko'rib beqinglar. Haqiqatan qayta ko'rishinglarga arziydi.